Assalomu alaykum vatandoshlarimiz. Mana navbatdagi skromniy o'sha haytik deb nomlangan Troitskiy darvozamizni o'z manziliga olib kelib, ustunovka qilib, ponni jarayonlarini yakunlab oldik. Manzillari o'zimizda Namangan viloyati To'raqo'rg'on shahri Toshkent MFI mahallasiga olib kelib, ustunovka qilib berdik. 4.10 ga eni 3.30 bo'y bo'lgan. Darvoza alohida kaltkaga ega, 85 sm kaltga qo'yib berilgan. Darvoza 2 qavatlikdan iborat. Oldi 1.8, orqasi 1.5. Ponni shumka qilib, umuman shumpum dovushnasi yo'q umuman. Oldidagi detallariga o'sha restalin varianti yasalgan. Chunki oldingi birinchi yasagan darvozamizda bunaqa bezaklar bo'lmagan. 2 palasa, 2 palasalar umuman qilinmagan. Nerjevenka bu yerda bo'lgan. Bu nerjevenkaning o'rniga qora kraskadan alohida ajratib berilgan. Darvozaning ramkalariga kelsak, oyog'ining tagi past tomoniga 10 ga 5 shivellar qo'yilgan, baquvvat, bezuloq. Yondonlari 10 ga 10. O'rta ustuni ham, ikkala yoni ham, tepa tomoni ham 10 ga 10 profildan foydalangan. Bu profilni stenasi 4 stenada, chunki Akmal akam o'zlari 4 stena qilib bering dedilar. 4 stenadan foydalangan. O'zlarining nerjevenkasiga baho berasizlar. Pon nerjevenkalari o'sha qalin qora nerjevenkadan ishlatilgan. Ranglari mokr asfalt bir xilda sepilgan, faqat shu yerga nerjevenkaning o'rniga qora ajrat berilgan. Ponni qalin full variantda bo'lingan. Tepa tomonda tahiyasiga e'tibor berasizlar. Tahiyasi ham shunday boshqa qora kraskadan sepib ajrat berilgan. Zamovlarga kelsak, temir zamovdan qo'yib berilgan. Buni xizmati ham xudo xolasa zo'r. Ochib yopilishadi, yengil. Zazor yopish maqsadida 1.5 ga 1.5 ponni krugoga aylantirib chiqilgan hamma tomoniga. O'rtadagi pesh burunga e'tibor berasizlar. Pesh burunni ham 2-3, buni stenasi ham qalin bo'lgan. Orqa tomonchi deganlarga orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Kelaranga. Orqa tomonlari ham. Yangi uchastkaga xudo xolasa mana qo'ydirib joylar. Orqa tomonlari ham bir xilda germetik sepilgan. Rangi bir xil. Mokr asfalt. Sentr zamok hammaga qo'yib kelyapti. Sentr zamok. Planka asosida 3 ta shamir qo'yib berilgan. Buni baquvvat shamirdan o'sha planka asosida kuyib chiqib, bu tomoniga ham 3 ta, bu tomoniga ham 3 ta qo'yib berilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qanotlarimiz ochilishi. Qo'ygan joyimizda qanotlar qotadi. Darvoza tekis o'rnamasa, qanotni qo'ysangiz yopilib ketadi, yo'qmasa ochilib ketadi. Mana qanot tekis turibdi. Qanot urevenga o'lgan. O'sha kelgan. Mana. Xudo xolasa O'zbekiston, Tojikiston, O'zbekiston barcha hududiga dastlabkilarimiz bor. Boshqa Tojikiston, Qirg'iziston, boshqa davlatlarga xudo xolasa dastlabkilarimiz bor. Olib borib o'rnatib, ustunovka qilib beramiz. Shu xonadonning egalari Akmaljon aka, kerak endi bahroq endi. Akajonim, assalomu alaykum. Charchamasdan, marazangiz yaxshimi? Aka, darvozalar buyurib nasib qilsin. Qutlug' bo'lsin. Endi bir tomoshabinlaringizga bir o'zingizni fikringizni bildirib yuborsangiz, sizni har bitta og'zingizdan chiqayotgan so'zingiz biz uchun ishonch. Eshitdik, sizlar qilayotgan ishlaringizni, ko'rib ko'rdik, qilayotgan ishlaringiz yaxshi, yoqdi menga. Endi o'zim tanladim shuni, materiallarni ham o'zim tanladim. Shunga yarasha, lekin yaxshi, mana o'zimga yoqdi-yu, chiroyli. Ma'qul keldimi aka? Ha, ishlaring yaxshi, chiroyli. Buyurib nasib qilsin aka. Agar xizmat bo'lsa, qo'ydirasiz aka. Bergan pulimizga aka rizo bo'ling. Yaxshilik kunlarga ochib yo'qman, ha? Rahmat sizlarga. Obunachilarimiz mana Akmaljon aka xonadonning egalari, xudo xolasa, agar darvozamiz, videoyimiz yoqqan bo'lsa, bir donadan layklaring, obuna tugmasini bosib qo'ysalaring, bundan ham chiroyli darvozalar agar kimgadir ma'qul kelib qolsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, chiroylab ishlaringni O'zbekiston bo'yicha yetkazib olib borib joylab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akmaljon aka, rahmat sizga. Charchamang aka. Xo'p, salomat bo'ling.